Azizlar, biz shunday diyorda yuribmizki, ikki dunyo saodatimizga sababchi bo'lgan zoti va barakot dafn qilingan, yashagan, vahiy kelgan diyordamiz azizlar. Madina-i Munavvarada yurishlikni o'zini odobi bor. Yonimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turganligini his qilib, nihoyat darajada odob bilan yurmoqlik lozim ekan. Bu yerda yashagan ulug' zotlardan birlari butun umr Madina-i Munavvarada yashagan ekanlar-u, ammo o'sha mahalda tahorat qilishlik imkoniyatlari bunchalik bo'lmagan eski davrlarda tahorat olishlik uchun Madinadan tashqariga chiqib borib tahorat olib kelarkanlar. Odamlar hayron bo'lib, nega bunday qilasiz deb so'raganlarida, hayo meni Madinadan tashqariga chiqaryapti deyardi ekanlar. Madina-i Munavvarada yurarkanmiz, har bir bosgan qadamingiz Rasulimiz alayhissalomning qadamlariga to'g'ri kelyapti degan tasavvurda, masjidga kirarkanmiz, u zot bizni yonimizda ekanligini his qilmoqlik kerak. Ba'zan odamlar bu Madinadan ketgandan keyingina Madinani qanchalik darajada g'aflatda o'tkazganini bilib qoladi. Shuning uchun hozir imkoniyat borida imkon qadar ko'proq masjidga chiqib, Masjid-i Nabaviyda namoz o'qib, duolar qilib, Rasulimiz alayhissalomga salovat aytish kerak. Agarki ravzaga kirishning imkoniyati yo'q, endi ravzaga kirishlik maxsus ruxsat bilan bo'layotgan bo'lsa, shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda o'zlarini ziyorat qilinsa yoki o'sha masjidda o'tirib Rasululloh dafn qilingan tomonga qarab salom salovatlar aytsa ham bo'ladi azizlar. O'sha gumbazni tagiga borib tashqaridan bo'lsa-da assalomu alayka ya Rasululloh deb salom berishlik. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, qasam ichib aytaman, Allohga qasam ichib aytamanki, kim meniga kelib salom bersa, men unga haligi olaman dedilar azizlar. Shuning uchun albatta bu yerda ko'proq salovat, salomlar aytishlik kerak. Rasulimiz alayhissalomni eslash kerak. Mana shu joyda yashaganlarini, mana shu joyda turib sizu bizni eslaganlarini, mana shu Masjid-i Nabaviyda bu yoqda ko'ryapsizlar, Jannatul Baqi qabristoni turibdi. Payg'ambarimiz alayhisalom vafotlaridan bir necha kun avval mana shu qabristonga kelib, shu yerda ziyorat qildilar. O'sha ziyoratlardan hech qancha o'tmasdan olamdan o'tdilar. O'sha Jannatul Baqi qabristoniga sahoba bilan chiqqan paytlarida Rasulimiz alayhisalom yig'ladilar. Ko'zlariga yosh oldi. Yo'llarda turgan sahoba-ikrom, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, nega yig'layapsiz?" deydilar. "Men do'stlarimni sog'indim" dedilar. Hayron bo'lgan sahoba-ikrom, "Biz emasmiz sizni do'stingiz ya Rasululloh" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, "Yo'q, sizlar meni sahobamsizlar" dedilar. "Do'stlaringiz kim?" "Do'stlarim mendan keyin meni ko'rmasdan menga iymon keltirgan ummatim" dedilar. Bizlarni aytdilar azizlar. Bundan bir necha asr muqaddam hali dunyoga kelmagan ummatini sog'indim degan zotning oldida turib, biz u zotga sizni sog'indik deya olmayapmiz azizlar. Yonimizda turibdi, oldiga kirib ko'zimizga bir tomchi yosh olib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bir paytlar bundan 14 asr muqaddam biz dunyoga kelmasdan turib sog'indim" deb muborak ko'zingizga yosh olgan ekansiz. U nega meni ko'zimga yosh kelmaydi? Shunchalik ham qalbim qorayib ketdimiki, Rasulimni eslab ham yig'lay olmayotgan bo'lsam deb boshimizni sajdaga qo'yib yig'lashimiz kerak azizlar. Agar shu Madinada yurib bo'lsa-da boshqa narsalarni o'ylab yurgan bo'lsak, hali muhabbatimizni ziyoda qila olmaymiz. Shuning uchun azizlar, bir soat bo'lsa ham Madinada turish imkoniyati bor ekan, shu bir soatda bo'lsa ham Masjid-i Nabaviyga kirib o'tkazishga harakat qilaylik. Oldilariga kirib salom aytaylik, salovat aytaylik, duo qilaylik, toki qiyomatda u zot bizni shafoatlariga olsinlar. Alloh ibodatlarimizni qabul qilsin, hajlarimizni hajji mabrur qilsin, sa'ylarimizni mashkur qilsin, yurtimizni tinch, vatanimizni obod, yurtboshimizni salomat qilsin.
Amin. Ilohim siz bizlarni duolarimiz bilan yurtimiz bundan ham obod bo'lib ketishligini, ko'plab xalqimiz hajriga kelishligini. Mana butun dunyoda juda ko'p joyda notinchlik, vatanimiz tinch ekan, bizni ko'nglimizga haj sig'yapti. Vatanni tinch, yurtni obod aylasin. Yomonliklardan, balolardan, suv balosidan, o't balosidan, zilzila balosidan, osmon yerdan keladigan ofatlardan Alloh salomat qilsin. Eson omon hajlarni qilib bola chaqamizni, oilamizni bag'riga borib olish nasib qilsin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar.